Assalomu alaykum do'stlar. Bugun E7 vizasi uchun kerakli bo'lgan hujjatlarni aytib o'tmoqchiman. Bu hujjatlarning listini bilish uchun odatda Hengjonsa yoki konsalting firmalarga borsangiz, kamida 500 dan 600 dollargacha so'raydi. Videoni oxirigacha ko'rib, bepul o'rganib oling. E7 vizasi hujjatlar ro'yxati. E7 vizasi hujjatlarini ikkiga bo'lamiz. Sinchangja, ya'ni ariza beruvchi tayyorlash kerak bo'lgan hujjatlar va firma tayyorlash kerak bo'lgan hujjatlar. Birinchi ariza beruvchi tayyorlash kerak bo'lgan hujjatlar haqida ko'rib chiqamiz. Ya'ni siz tayyorlashingiz kerak bo'lgan hujjatlar. Birinchisi Yokwon Sabon, pasport kserokopiyasi, Vegugun Timrokching, Wonbon Sabon, ID kartangizda o'zi asli va kserokopiyasini berishingiz kerak bo'ladi. 통합 신청서 arizanoma, yoqqonyon sajin, ya'ni pasport uchun rasm, bu 3x4 rasm bitta. Hagwiching, diplom, universitet bitirganingizdagi. Keyingisi, bu sizning rezyumengiz inglizcha yoki koreys tilida. 경력서, hangul to'ni yong'un. Bu esa ishlaganligingiz haqida hujjat, koreys tili yoki ingliz tilida. Keyingisi cheryuji ipching so'yu, ya'ni yashash joyingizdan hujjat, uy shartnoma hujjatlari. 외국인 직업 및 연간 소득 금액 신고서. Bu hujjat agarda Koreyada qonuniy ravishda Arabayt yoki boshqa firmalarda ishlagan bo'lsangiz, shu mehnat daromadingiz haqidagi hujjat. Bu hujjatni Semusoga borsangiz olsangiz bo'ladi. Chagyokching, ya'ni sertifikatlar. Bironta sertifikatingiz bo'lsa, birga topshirsangiz bo'ladi. Endikisi esa firmangiz tayyorlash kerak bo'lgan hujjatlar. Bu hujjatlarni tushunish sal qiyinroq. Qo'limdan kelgancha tarjima qilishga harakat qilaman. Ili bu hujjatlarni firmaga bu hujjatlar listini bersangiz, o'zlari birib sizga tashashadi. Birinchisi 고용 계약서, 원본, sabon, 시작일은 비자 변경일. Ya'ni sizning mehnat shartnomangiz asli va kserokopiyasi kerak. Bundan tashqari, mehnat shartnomasidagi ishni boshlash kuningiz viza chiqqan kundan keyin bo'lishi kerak. Misol uchun vizangiz 1 oy, viza chiqishda 1 oydan 2 oygacha ketsa, siz ish kunini o'sha 1 oydan keyin boshlashingiz kerak bo'ladi. Keyingisi saobcha 등록증, tadbirkorlik ro'yxatdan o'tganlik guvohnomasi. 법인 등기 부등본, yuridik shaxs ro'yxat varaqasi. 설립 기관 입증소, tashkilotni tashkil etilganligini tasdiqlovchi hujjat. 재무제표, moliyaviy hisobot. 국세 완납 증명서, davlat soliqlari to'liq to'langanligi to'g'risidagi guvohnoma. Keyingisi Chibanse napse 증명서, mahalliy soliqlar to'langanligi to'g'risidagi guvohnoma. 고용사유소, ishga olish sabablari to'g'risidagi bayonot. 5-inchisi 사업장 고용 보험 자격 취득 내용, ya'ni bu hujjat korxonada bandlik sug'urtasi huquqini qo'lga kiritganlik to'g'risidagi ma'lumot. 6-inchisi Sade Po'm Gaib Myongbu. Bu xodimlarning 4 turdagi ijtimoiy sug'urta, ya'ni bular pensiya, sog'liqni saqlash, bandlik va baxtsiz hodisalar uchun a'zoligi bo'yicha ro'yxat. Koreyada firmalarga bu sug'urtaga qo'shilish majburiy. 7-inchisi 신원 보증서, 회사 사장 또는 회사 내 한국인. Bu shaxsiy kafolat xati deb ham atasak bo'ladi. Shaxsiy kafolat xati kafolatni kompaniya rahbari yoki kompaniyadagi koreys fuqarosi tomonidan berilsa bo'ladi. 최근 급여 지급 내역서, 송구 ish haqqi to'lov tarixi. 세표준 증명원, bu soliq standarti bo'yicha ma'lumotnoma. Keyingisi 매출표 거래 내역서, ya'ni
savdo kvitantsiyasi va operatsiyalar tarixi, 회사 조직도 및 신청인 근무 부서 배치도. Bu kompaniya tashkilot tuzilmasi va ariza beruvchining ishlayotgan bo'limi joylashuv sxemasi. Bu sxemalarni keyingi videoda tayyorlashni o'rgataman. Keyingisi 외국인 고용회사 등록용 사장 신분증 사본. 외국인 최초용시. Bu degani shu xorijlikni ishga olayotgan firma rahbarining ID kartasining kserokopiyasi kerak bo'ladi. Qachonki birinchi marta xorijliklarga ish berayotgan bo'lsa. Avvaldan xorijliklar bu firmaga ishlayotgan bo'lsa, shart emas. Keyingisi 회사 속에서 firma haqida ma'lumot. Bu nima qiladigan firma, qanaqa ishlar qiladigan firma. Men E7 vizasida topshirish jarayonini bosib o'tgan tajribamdan kelib chiqib kerakli bo'lgan hujjatlar haqida ma'lumot berdim. Bundan keyingi videolarda joylashuv sxemasi va ishga olish sabablari to'g'risidagi hujjatlarni qanaqa yozishni o'rgataman. Bu eng muhim bo'lgan hujjatlardan bittasi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.